Assalomu alaykum. Efirda bir informatsion dasturi studiyada Nilufar Soyovkuzova. Dasturimizni parlament faoliyatiga oid xabar bilan boshlaymiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda muhokama etilgan masalalar tafsiloti muxbirimiz Bahodir Muhsinov lavhasida. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis palatalarining 2010 yil 10 noyabrda bo'lib o'tgan qo'shma majlisdagi mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi nomli ma'ruzasida bayon qilingan qonunchilik tashabbuslariga muvofiq tayyorlangan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining ayrim moddalariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqish kun tartibining asosiy masalasi bo'ldi. Mazkur hujjat davlat hokimiyati va boshqaruvini yanada demokratlashtirishga, davlat hokimiyatining 3 ta subyekti, davlat boshlig'i, prezident, qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlar o'rtasidagi vakolatlarning yanada mutanosib taqsimlanishini ta'minlashga, shuningdek sotsial, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy islohotlarni amalga oshirishda, mamlakatni yangilash va modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning roli hamda ta'sirini kuchaytirishga qaratilgan. Quyi palataning yalpi majlisida ko'rib chiqilishidan oldin qonun loyihasi siyosiy partiyalar, fraksiyalar va O'zbekiston ekologik harakatidan saylangan deputatlar guruhi majlislarida Qonunchilik palatasining qo'mitalarida faollik bilan keng muhokama qilindi. Mazkur muhokamalar vaqtida deputatlar davlatimiz rahbarining qonunchilik tashabbuslarini to'la-to'kis quvvatlab, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga kiritilayotgan o'zgartish va qo'shimchalar o'z vaqtida bo'layotganligini va muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladilar. Qonun loyihasining muhokamasi mamlakatimiz ommaviy axborot vositalarida va Oliy Majlis Qonunchilik palatasining internetdagi saytida keng yoritib borildi. Qonun loyihasining Qonunchilik palatasi majlisidagi moddama-modda muhokamasi jarayonida barcha siyosiy partiyalar, fraksiyalari va O'zbekiston ekologik harakatidan saylangan deputatlar guruhi vakillari o'z munosabatlarini bildirdilar. Konstitutsiyaning 98-moddasiga kiritilayotgan o'zgarishlarning tub mazmun mohiyati shundan iboratki, endilikda bosh vazir nomzodi Qonunchilik palatasiga bo'lib o'tgan saylovlarda eng ko'p deputatlik o'rinlarini olgan siyosiy partiya tomonidan prezidentga taklif etiladi yoki teng miqdordagi eng ko'p deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiyalar tomonidan prezidentga taklif etiladi. Shu bilan birga parlament tomonidan bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votumi bildirish huquqi joriy etilmoqda. Yurtboshimiz tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyani hamda konstitutsiyamizga kiritilayotgan bugungi o'zgartirish va qo'shimchalarni amalga tatbiq etilishida milliy parlamentimiz va siyosiy partiyalar fraksiyalari bilan bir qatorda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari oldiga ham muhim vazifalarni qo'yadi. Bosh vazirga ishonchsizlik votumi bildirish ham aynan mana shu konstitutsiyamizning normasida belgilab qo'yilmoqda. Bu parlament tomonidan bosh vazir faoliyatini nazorat qilish instituti ham yaratilmoqda. Chunki agarda bosh vazirga Qonunchilik palatasini 3 dan bir qismi deputatlardan tarkibidan iborat agarda ishonchsizlik votumini qabul qiladigan bo'lsa, demak bosh vazir hamda butun hukumat iste'fo berishi kerak. Bu ham qaysidir ma'noda bosh vazirni, hukumatni, ijroiy hokimiyatini faoliyati ustidan qattiq parlament nazoratini o'rnatishga imkoniyat yaratadi. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari Konstitutsiyamizning 78-moddasi 1-qismining 15-bandiga kiritilayotgan o'zgartirishlarga alohida e'tibor qaratmoqdalar. Bu o'zgartirish va qo'shimchalarga muvofiq O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri mamlakatning eng muhim ijtimoiy, iqtisodiy, sotsial-iqtisodiy masalalar yuzasidan palatalar oldida hisobotini eshitish masalasi kiritilmoqda. Bularning hammasi avvalambor mana shu parlament a'zolarini, siyosiy partiyalarni, demak, vakolatlarini kengaytirish barobarida ularning mas'uliyatini ham oshirishga. Bundan tashqari, eng muhimi xalqimizning mana shu jarayonlarda ishtirokini ta'minlashga qaratilgan. Bugungi kunda O'zbekiston Adolat sotsial demokratik partiyasi, uning fraksiyasi hamda faollar tomonidan joylarda mana shu konstitutsiyamizga kiritilayotgan qo'shimcha o'zgartishlarni aholiga yetkazish choralari ko'rilmoqda. Konstitutsiyaga kiritilayotgan yangi huquqiy normalar Oliy Majlisning har ikkala palatasidagi fuqarolik jamiyati institutlari bilan ishlash shakllari va uslublarini yanada takomillashtirishni talab qiladi. Shu munosabat bilan parlament nazoratining deputatlik guruh so'rovi, joylarda sotsial-iqtisodiy hamda ekologik sohadagi ishlarning holati bo'yicha ijro etuvchi organlar rahbarlarini eshitish kabi shakllardan yanada samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Majlisda hujjat batafsil muhokama qilinishi jarayonida bildirilgan fikr mulohazalarni inobatga olgan
qoldi. Qonunchilik palatasi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining ayrim moddalariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Majlisda bir qator boshqa qonun loyihalari, shu jumladan qonun hujjatlarini birxillashtirish va xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini nazorat qilish jarayonida qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Tadbirkorlik faoliyati erkinliklarining kafolatlari to'g'risidagi qonunga va bir qator boshqa qonunlarga tuzatishlar kiritildi. Ular ham ko'rib chiqish uchun Oliy Majlis Senatiga yuboriladi.